katta kvadratli kvartirani arzonga qidirib yurganlar uchun Sergeli Betongada Novostroykamiz g'ishli dom 10807 kvadrat 3 xona 4 xona qilib foydalansa bo'ladigan kvadratiga $630 dan aylanyapti. Arzon narx kanalida 68500 ga obzor qilib beramiz. Ikkita qo'shni bor. Kirganimizda uzun prikoshka bitta xona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Chap qo'lda birinchi oshxonasi. Emulsiyalar qilib qo'yilgan, gazda ovqat qilinadi. Shochiklari ham bor. Taxminan 120 ga 3 metrli balkonimiz ham bor. Bu yerda mana Sergeli Betonga mana sokin makon Jiloy kompleksi 47 ta 16 etажkali domlar tushyapti. Bu g'ishli dom ko'rib turganlaringiz vaynalar uchun qurilgan maxsus. Undan o'tganimizda oshxonadan o'tganimizda birinchi xonasi, undan o'tganda ikkinchi bolalar yotoqxonasi va undan o'tganimizda uchinchi ota-onalar yotoqxonasi. Sanuzilar alohida, har bittasida umanligi bor o'zining. Mana alohida kir yuvish mashinalari uchun joylar tashib ketilgan. Kvartira faqat naqdga sotilinadi, ustida o'tib beradigan joylari bor. 871, salkam 109 kvadrat, $68500 ga kvadratiga $630 dan aylanyapti. Sergeli Betonga bo'yida sokin makon Jiloy kompleksining orqasida g'ishli, shuni ko'chib kirishga tayyor bo'lgan kvartira. Kalt notarsning o'zida berib yuboriladi. Lokatsiyasi Sergeli Chinor metro bekatidan 4 ostanovkali yo'l Betongaga o'tganda sokin makon shunday orqasida. Sokin makonda mana maktab, bog'cha qurilyapti. Syomkaga uspet qilmagan, lekin har kuni arzon variantlarni shahar bo'ylab qo'yib boramiz. Telegram kanalimizda lotinchada arzon narxda deb yozsangiz chiqadi yoki mana aktualnida turadi. Linkini ustiga bossangiz kanalimizga o'tkazib qo'yadi. Uyning egalari yoki hal qiladigan makler akalarimizni nomerlari bilan qo'yib boramiz. Arzon variantlarni o'tkazib olmoq uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.